eng ishongan, hakam deb suyangan insoningiz. Birgina tunda butun hayotingizni ostin-ustun qilib yuborishi mumkinligini hech o'ylab ko'rganmisiz? Men uni akam derdim. Ota-onam unga o'z o'g'lidek ishonardi. Ammo o'sha tunda qorong'u uyda murg'ak singlim uxlab yotganda, u mening yotog'imga yaqinlashdi. Uning ko'zlaridagi o't, nafasi va pichirlab aytgan, "Keling, aka-singillikka nuqta qo'yamiz" degan so'zlari meni ham qo'rquv, ham shunday kuchli ehtiros girdobiga tashladiki, men qochish o'rniga uning oloviga o'zimni otdim. Hukm qilishga shoshilmang. Avval eshiting. Men ismim Maftuna. Hozir 21 yoshdaman. Ammo bu voqeani eslasam, hamon o'sha 15 yoshli, sodda, dunyoni faqat oq va qora ranglarda ko'radigan g'o'r qizchaga aylanib qolaman. 9-sinfda o'qiyotgan paytlarim edi. Dadamning ishi sababli Toshkentdan qadimiy va ko'chalari sirli Samarqand shahriga ko'chib keldik. Yangi uy, yangi maktab, mutlaqo notanish odamlar. O'tish davrini boshdan kechirayotgan, o'ziga ishonchi unchalik baland bo'lmagan qiz uchun bu juda og'ir edi. Men 25-maktabga bordim. Hamma narsa begona tuyulardi. Men o'zimni xuddi yovvoyi o'rmonga tushib qolgan murg'ak qushchadek his qilardim. Lekin bizning ko'chamizda, ro'paramizdagi hovlida bir oila yashardi. Ularning yolg'iz o'g'li bor edi. Ismi Jamshid. U 11-sinfda o'qirdi. Jamshid. U shunchaki qo'shni bola emasdi. Baland bo'yli, qosh ko'zlari qop-qora, o'z yoshiga nisbatan ancha jiddiy va salobatli yigit edi. Ota-onalarimiz tezda chiqishib ketishdi. Qo'shnichilik, oqibat degan narsalar Samarqandda boshqacha qadrlanarkan. Ular xuddi o'zimizning yaqin qarindoshlarimizdek bo'lib qolishdi. Jamshid har doim uyimizga ochiq yuz bilan kirib kelardi. Biror narsa buzilsa tuzatib berar, dadam yo'qligida og'ir ishlarga qarashib yuborardi. Menga har doim jilmayib, muloyimlik bilan "singlim" deb murojaat qilardi. U menga shunday hurmat bilan, shunday ehtiyotkorlik bilan muomala qilardiki, men unda o'zim hech qachon ega bo'lmagan katta akerni, himoyachini ko'rardim. U bor joyda o'zimni xavfsiz his qilardim. Lekin inson qalbi naqadar murakkab va aldovchi. U meni singlim derdi-yu, lekin ba'zan qarab qo'yganida uning nigohlarida akalikka xos bo'lmagan qandaydir g'alati chaqnashni, yashirin bir olovni sezgandek bo'lardim. Men buni o'z xayolim, yoshlikdagi bema'ni o'ylarim deb hisoblab, darrov miyamdan haydab solardim. Axir u mening akam-ku. Kunlarning birida kutilmagan vaziyat yuzaga keldi. Ota-onam zudlik bilan 2 kunga Toshkentga, eski uyimizning hujjatlari bilan bog'liq ishlar uchun ketishlari kerak bo'lib qoldi. Uyda men va mendan 10 yosh kichkina, hali endigina 5 yoshga to'lgan singlim yolg'iz qoladigan bo'ldik. Kechki payt dadam Jamshidni chaqirdi. "O'g'lim", dedi dadam uning yelkasiga qoqib, "biz xolang bilan 2 kunga ketayapmiz. Qizlarim senga omonat. Uydan xabar olib qarab tur. Ularni senga, seni esa Xudoga topshirdim." Jamshidning ko'zlarida qandaydir g'alati, o'qib bo'lmaydigan ishonch porladi. U dadamning ko'ziga tik qarab, "Xotirjam bo'ling, amaki. Bemalol borib kelaveringlar. O'zim ko'z quloq bo'laman singillarimga. Soch tolasiga ham ziyon yetmaydi", dedi. Ota-onam xotirjam yo'lga tushdi. Ular Jamshidga o'z o'g'lidek ishonishardi. Men ham. Kech tushdi. Kuzning sovuq shamoli deraza oynalarini urar, hovlidagi anjir daraxtining barglari xuddi kimdir shivirlayotgandek shitirlardi. Singlimni ovqatlantirib uxlashga yotqizdim. Katta hovlida yolg'iz o'zim qoldim. Televizorni yoqib qo'ygan bo'lsam-da, ichimda qandaydir tushuniksiz qo'rquv, jimjitlikdan kelayotgan xavotir bor edi. Kutilmaganda darvoza taqilladi. Yuragim qinidan chiqqudek bo'lib, asta borib eshikni ochdim. Ostonada Jamshid turardi. Egnida qora kurtka, sovuqdan biroz qizargan yuzi bilan shunday chiroyli ko'rinardiki. "Singlim, yaxshi o'tiribsizmi? Qo'rqmayapsizmi?" dedi u uy ichiga qadam qo'yib. Ovozi shunday mayin va chuqur ediki, vujudimdagi titroq bir zumda yo'qoldi. "Yo'q. Nega qo'rqaman?" dedim men, garchi ich-ichimdan qaltirab turgan bo'lsam ham. "Sizday akam bor-ku yonimizda.
U menga ma'noli tikilib qoldi. O'sha nigoh. Bu shunchaki hol-ahvol so'rash emasdi. Singlingiz uxladimi deb so'radi u. Ha, xonasida uxlab qoldi. Jamshid biroz taraddudlandi, keyin o'ziga xos ishonch bilan menga yaqinroq keldi. Maftuna, bilaman, qiz bola boshing bilan bu katta uyda yolg'iz o'zingisizlar. Men xavotir olyapman. Ruxsat bersang shu mehmonxonangizda televizor ko'rib tong ottirsam. Sizlar bilan yotsam maylimi? Har holda uyda erkak kishi bo'lgani yaxshi. Mening qo'llarim titrab ketdi. Yuragim go'yo tomog'imga kelib qadalgandi. Uyda yolg'iz yigit va qiz. Lekin aqlim menga pand berdi. Axir u Jamshid-ku. Seni himoya qiladi, dedi sodda ongim. Xo'p, dedim zo'rg'a pichirlab. Sizga ishonamiz-ku. Akamsiz. U jilmaydi. Rahmat singlim. Shunday go'zal singillarimga albatta o'zim qarayman. Go'zal singillarimga. Uning bu gapi ichimda allaqanday iliq, ammo taqiqlangan olovni yoqib yuborgandek bo'ldi. Soat tungi 1 bo'ldi. Butun shahar uyquda. Men o'z xonamda, karavotimda yotardim, lekin ko'zimga uyqu kelmasdi. Narigi xonada Jamshid borligini bilish nafasimni qisardi. Men uni akam deb atardim, lekin hozir yostiqni quchoqlab yotarkanman, ko'z oldimga uning keng yelkalari, qora ko'zlari, qalin lablari kelaverardi. Jinni bo'ldingmi, Maftuna, deb o'zimni koyirdim. Lekin yoshlik va gormonlar o'z so'zini aytayotgandi. Endigina ko'zim ilingandek bo'ldi. To'satdan xonamning eshigi ohista g'ichirlab ochilganini eshitdim. Qotib qoldim. Qorong'ulikka qaramasdan kim kirib kelganini yurak urishim bilan his qilib turardim. Uning qadam tovushlari yotog'im yonida to'xtadi. Men o'zimni uxlayotganga solib, nafas olmaslikka harakat qilardim. Lekin u yonimga, karavotning chetiga sekin o'tirdi. Karavot biroz cho'kdi. Tanam xuddi 1000 darajali tokka ulangan kabi titrab ketdi. Nima qilyapsiz, aka, dedim qaltiroq va zo'rg'a eshitiladigan ovozda, o'rnimdan sapchib turib. Ko'rpa bilan ko'kragimni to'sib oldim. U shoshilmadi. Uning yuzi qorong'uda ham haykaldek o'ychan va jiddiy ko'rinardi. U sekin qo'lini uzatib, titrayotgan qo'limning ustiga qo'ydi. Uning kaftlari olovdek issiq edi. Yo'q, singlim. Qo'rqmang, dedi u shu qadar past, shivirlagan ovozda. Sizga teginmayman. Faqat sizni ko'rgim keldi. Yuragim qafasdan otilib chiqqudek urardi. Teginmayman deydi-yu, lekin kaftining harorati butun vujudimni kuydirayotgan edi. U menga yaqinroq egildi. Uning nafasdagi yalpiz va qandaydir erkakchasiga yoqimli istimog'imga urildi. Maftuna. Uning ovozi endi butunlay boshqacha edi. Unda na aka, na qo'shni bor edi. Unda faqat yovvoyi bir istak bor edi. Sevgan yigitingiz bormi? Men hayratdan ko'zlarimni katta-katta ochdim. Yo'q, dedim hovliqib. Hali yoshman-ku. Nima kerak menga sevgi? U qorong'uda kulib qo'ydi. Bu kulguda shunday katta ishonch bor ediki, men o'zimni butunlay ojiz his qildim. Unda kelin, aka-singillikka nuqta qo'yamiz, dedi u va mening ikkala qo'limni ham o'zining katta issiq kaftlari orasiga oldi. Ikkalamiz sevishamiz. Bu so'zlar miyamda bomba bo'lib portladi. Men vahimaga tushib qo'llarimni yulqib oldim. Qo'rqitib yubordingiz. Nimalar deyapsiz? Nima qilyapsiz? Keting, dedim orqaga tisarilib. Lekin u ketmadi. U kutilmaganda oldinga intildi va meni o'z bag'riga tortib mahkam quchoqlab oldi. Uning keng ko'kragi, kuchli qo'llari meni butunlay asir qilgandi. Siz juda yaxshi qizsiz, pichirladi u sochimdan hidlab. Men sizni anchadan beri kuzataman. Men sizni yaxshi ko'raman, Maftuna. Ham aka sifatida asragim, ham sevgilim sifatida sevib ardoqlagim keladi. Men tipirchiladim. Baqirib yubordim. Unday qilmang, Jamshid aka. Iltimos. Onamlar nima deydi? Dadam sizga ishonib ketgandi-ku. Jim, dedi u lablarini qulog'imga yaqinlashtirib.
Uning bu qilig'idan butun tanamdan xuddi muzdek suv, keyin esa qaynoq olov o'tgandek bo'ldi. Hech narsa qilmayman. Qo'rqmang, asalim. Faqat quchoqlab yotaman, xolos. Asalim. Bu so'zni eshitib, mening barcha himoya devorlarim qulay boshladi. Menga hali hech kim bunday demagan edi. Men unga qancha qarshilik qilsam, u shuncha muloyimlashar, shuncha shirin so'zlar bilan meni ko'nglini ovlardi. Bunaqa gaplar aytmang. Men sizni o'z akamdek hurmat qilardim, deb yig'lamsiradim men, lekin uni o'zimdan itarib tashlashga nega kuchim yetmayotganini tushunmasdim. Yoki kuchim emas. Xohishim yo'qmidi, u meni qo'yib yubormadi. Uzoq muddat tonggacha gaplashdik. U mening quloqlarimga shunday shirin ertaklarni o'qidiki, men o'zimni osmonlarda uchib yurgandek his qila boshladim. U qorong'uda yuzimni, yonoqlarimni siypaladi. Men seni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Kattaroq bo'l, senga o'zim uylanaman. Sen mening kelajagimsan, deb pichirlardi u tinmay. Men sodda, go'l qiz. Unga ishonibman. Qo'shniku aldamaydi, uylansa men eng baxtli ayol bo'laman-ku, degan shirin va zaharli o'ylarga g'arq bo'libman. Vaqt o'tdi. Soat tungi 3 bo'ldi. Bizning suhbatlarimiz endi shivirlashlar esa ehtirosli nafaslarga aylanib ketgandi. Bir payt u sekin, juda sekin qo'lini belimga olib o'tdi va meni o'ziga shunday qattiq tortdiki, oramizda zarracha ham joy qolmadi. Men o'zimdan ketib qoldim. Uning bu teginishi, uning issiq nafasi yuzimga urilishi mendagi barcha aqlni o'chirib qo'ygan edi. Borgan sari uning qo'llari jasoratliroq bo'la boshladi. U menga shu qadar yoqib borardiki, men qarshilik qilish, u yoqda tursin, o'zim ham unga talpina boshladim. Bu noto'g'ri ekanini, juda katta xato ekanini bilar edim. Vijdonim to'xta deb faryod urardi, lekin vujudim butunlay uning izmida edi. U sekin ustimga engashdi. Uning ko'zlari endi qorong'uda ham chaqnab turardi. U mening yuzimdan, bo'ynimdan o'pdi. Bu mening hayotimdagi ilk, eng taqiqlangan va eng aqldan ozdiruvchi teginishlar edi. Keyin u sekin barmoqlari bilan tungi libosimning tugmalariga yetib keldi. Men ko'zlarimni yumib oldim. Qaytib ocholmadim. Men uning va'dalariga ishonib, o'z bolalik g'ururimni, ishonchni o'sha tunda, o'sha yomg'irli qorong'ulikda olovga otdim. U kiyimlarimni yechib boshladi. O'sha tunda men ayol bo'lib tug'ilganimni, ehtiros nima ekanini va ba'zan xatolar qanchalik shirin bo'lishini birinchi bor his qildim. Ertalab tong otdi. Qushlarning chug'urlashi eshitildi. Men ko'zimni ochdim. Yonimda u yotardi. Men nima qilib qo'yganimni shundagina to'liq anglab yetdim. Men qaltirab yig'lay boshladim. Men ishonchni oqlamadim. Lekin endi kech edi. O'sha tun mening hayotimning yangi va eng azobli sahifasini ochib bergan edi. U menga uylandimi? Yoki o'sha tunda aytilgan so'zlar shunchaki ehtirosning yolg'on sadosimidi? Bu endi butunlay boshqa, uzun va og'riqli hikoya. Azizlarim, hayotda hech kimga 100% ishonmang. Ayniqsa yosh, tajribasiz qizlaringizni, singillaringizni hech qachon, hattoki o'z o'g'lim degan insoningiz bilan ham yolg'iz qoldirmang. Chunki erkakning nafsi uyg'onib yolg'iz qolganda iblis 3-chi bo'lib davraga qo'shilarkan. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang.